bunaqa holatda attraksionda taklif qildi. Bekzod keldi yozuvni, meni boshqacha attraksion bor. Uyucu вообще bizga umuman hech qachon ko'rmagan attraksionni taklif qildi. Xo'p. Nima farqi bor? Bu yerda bola sirpanadi. Ishqalanish hisobiga, lekin og'irlik kuchi bilan, pastlik kuchi bilan sirpanib tushadi. Bu energiya kerak emas. O'zini og'irlik kuchi bilan sirpanib tushadi. Buni ko'radigan bo'lsa, bolalar necha yig'iladi, chunki o'zi harakat qilish kerak bo'ladi. Yarmini to'sib. Buni qiladigan bo'lsak, kallasi kumbaloq tushishi ham mumkin. Tushuntiradimi? Bu uchirvora qoladi bular to'g'ri. Chunki bu yerda biz burchakni ko'rmayapmiz. Bu 90 gradus unda kalla tashlash kerak. Nimaga bu narsa kerak? Mana bu joyda 45 gradus bor deylik. 45 gradus bo'lganda, misol uchun burchagimiz 45 gradusga teng bo'lganda, botinish kuchi P1 taxminan olganda P1 kuch P2 kuchiga teng bo'ladi. Bu nima degani? Tish bir xilda botinadi, bir xilda oldinga suriladi. Shuning uchun teskari pliks holatida, teskari pliks chuqur qoplangan bo'lsa, biz odatda qiyasasidan foydalanganimizda natija qanaqa bo'ladi deysa, oldiga qarab chiqadi, lekin mana bunday holat chiqib qoladi. Ochiq pliks shakllanib qoladi. Nima uchun ochiq pliks bo'lib qolyapti? Chunki mana bu botinish ham bo'ladi degan narsani inobatga olmaydi. Bu faqat oldin suradi yoram, lekin botingandan keyin bu yerda aynan ochiq pliks paydo bo'lib qoladi. Asorat sifatida. Endi boshqacharoq holat. Men shu gradusni o'zgartirdim. Misol uchun bunday holatda emas, aytaylik bu holatga nima bo'ladi? Aytaylik 30 gradusga tushdik. Mana endi bu yerda botinish katta bo'lib ketib qoladi. Oldinga surilmaydi, ko'proq botinadi. Demak, chuqur pliksni buni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizga ko'proq botinish kerak bo'lgani uchun. Xo'p, endi teskari holat. Bunoni boshqa gradusga tushdik. Buni 60 ga. Mana endi bu joyda asosan oldinga qarab turilish bo'ladi, lekin botinish ham bo'ladi. Botinish 0 ga teng demayapmiz. Tushuntiryapmanmi? Demak, botinish, ya'ni tishni keyin tasib qo'yganda lunkani tish katagining ichiga intruziya bo'lib kirib ketishi hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi. Hech qachon. Hech qachon botinish effekti 0 ga teng bo'lmaydi. Demak, biz botinishni P1 deyotgan bo'lsak, P1 0 ga teng bo'ladigan holatimiz yo'q. Lekin P2 0 ga teng bo'lishi mumkin. Oldingi surilish to'xtashi mumkin. Qachonki burchagimiz 90 gradus bo'lib qolsa. Chunki unda biz tishga, bo'lmasa minatlarning anaqa tishiga, frontal soha tishiga, demak biz bu burchak bilan ta'sir qilyapmiz. Demak, unda oldinga surilmaydi, faqat botinadi. Mana shu holatda demak, unda P2 0 ga teng bo'lib qoladi. Tushuntiryaptimi? Aynan funksional apparatlarda asosiy e'tibor qaratiladigan joyi shu nima deydi, qiyas nazariyasi. Tushuntiryapti. Endi ikkinchi nazariyamiz bor, bu miyadinamik muvozanatning barqarorligi. Miyadinamik muvozanat nazariyasi bu aynan muskullar bilan til o'rtasida, mimika chayna muskullar o'rtasidagi muvozanat nazariyasi hisoblanadi. Xo'p, tish tizimini oladigan bo'lsak,